Tizmada belgilanganiga ko'ra tangiz alfani qiymatini toping. Dastlab bu joydagi va bu joydagi burchaklarga ism qo'yib olamiz. X va y deb yozib oldik. Endi bu uch burchakdan tangiz alfa, tangiz x qiymat topadi. Tangiz x barobar 4 taqsim 2. Bundan 2 chiqadi. Tangiz y esa 6 taqsim 4. Bundan 3 taqsim 2 chiqadi. Endi bizlar alfa x, y va alfa uchalasi yig'ilsa 380 grad pi chiqishini bilamiz. Bundan x plus y dan qiymat topadigan bo'lsak, pi minus alfa bo'ladi. Endi ikkala tomonni tangizlab olamiz. Ikki tomonni tangizlab oldik. Endi buni yoyib chiqamiz. Yoyib oldik. Tangiz x plus tangiz y 1 minus tangiz x ko'paga tangiz y teng minus tangiz alfa bo'ladi. Ketish bo'lmasi. Endi qiymatlarni joyiga qo'yamiz. 2 plus 3 taqsim 2 1 minus 2 ko'paygan 3 taqsim 2 bo'ladi. Bundan tangiz alfaning qiymati bizda 7 taqsim 4 chiqadi. Bizdan demak tangiz alfa hisoblangan to'g'ri javob bo'ladi.